هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Çeksiz medhiye yaratkan Allah Subhanahu ve Teala'ga hastır. Allah Subhanahu ve Teala'nı medhileyimiz. Allah'ta iman eytimiz. Allah'tan yardım sorayımız. Allah'tan günahlarımızın keçirilişini sorayımız. Ve şunun güvalık birimiz ki bir Allah'tan başka hiç kandak ma'budu berhak yok. Ve şunun güvalık birimiz ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın peygamberi ve Allah'ın ki bendisidir. Muhterem Müslümanlar, hemmetin evvel üzemge ve şundakla her birinlerine Allah'a takvalık kılışınlara tavsiye kılımı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de özünün sözleri de bizge takvalık kılışını ve şundakla takvalık çağırganlık hakikati nurgun ayet-i kerimelerine uçurtumuz. Takvalık demek yüzümüzün dine de menişte Allah ve Allah'ın Resulü gösterken yolda meniş. Takvalık demek Allah'tan hakiki korkuş. Takvalık demek Allah'a hakiki muhabbet bağlaş. Takvalık demek bütün hayatımızı Allah rızası için ataş. Bana bu takvalık demektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetiyor: ey müminler, Allah'a takvalık kılınlar ve Allah'a teslim boğan halatı dünyanın ketişiktirişinler. Yani ölge vaxtınlıqaça, yani tuğulga vaxtınlardan başlap, akıl idrak bilgisi boğan vaxtınlardan başlap, İslam'ın hakiki mahiyetini düşüngen vaxtınlardan başlap, İslam'dan bir minut mu, bir sekund mu yaraklaşmanlar. Yani sizler İslam ahir kıtınıqınlar, Allah'a boğan teslimçilik bilen, Allah'a boğan İslam, hakiki İslam'a boğan muhabbetinler bilen, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen söz bilen dünyanın ketişiktirişinler. Yani bu tür işçilik fakat eğzilen de kuyduğun dersilen emez. Bir insanın her günü Allah Subhanahu ve Teala'nın körsetmesi, Allah'ın peygamberinin sünnetiga ergiş bilen, onunki yoluga doğru yolsunda ergiş bilen ve onun yüzünün hayatının bir kısmı kılış bilen insan onun eriştiğin derse. Bir insan bir günde 100 katım la ilahe illallah da kuyuş bilen, ya ki bir neçe katım emel ibadet kuyuş, ya ki fakat Ramazan'a has Müslüman bu kuyuş bilen bir adam yüzünün ki İslam bilen dünyanın ketişige hakiki teyyarlık kılın bulmaydı. Allah Subhanahu ve Teala yine Kur'an-ı Kerim'de bizim takvalık çağıran ayetlerinin biri de takvalık kılışınki nemolarını gösterip Allah takvalık kılınla ve rastçıl bulunla deydi. Gel sözlerinle, iş hareketlerinle doğru bolsun. Şundak boğandıyla Allah sizlerinki hareketlerinle doğrulap birdi. Ve sizlerinki günahlarını Allah geçirdi. Mana bu hakikaten en çok galbe. Bu Allah'ın ki merhameti arkalık erişken galbeden çok galbi bulmaydı. Muhterem qarindoshlar, biz bu qisqagina muqaddimadan keyin bugungi juma xutbamizning temasi Allah Subhanahu ve Teala bizga farz qilgan amallarning biri, ya'ni Ramazon oyi haqida to'xtalmoqchimiz. Bu oy ustida to'xtalish munosabati bilan bizga qilish tegishli bo'lgan amallarning nimaligini va shundaqla bizning bu oy uchun qilgan tayyorligimiz mana shu so'rinda
5-6 kunni bir o'tiryapmiz. Mana biz buni Ramazon oyiga qilgan tayyorlik deb niyatimizni shunga to'g'rilash orqali payg'ambar alayhissalatu vasallamninki Ramazon kelishdan burun Ramazonga tayyorlik qilinglar degan so'ziga va shu sunnatiga amal qilishninki bir namunasini bu darsini erishtirishimiz inshaalloh. Payg'ambar alayhissalatu vasallam Ramazon kelishdan burun sahabalarga Ramazon haqida bishorat berdilar. Ve şundaqla Allah subhanahu ve ta'aladan Tabarani'nin rivayet qilgan bir hadisida: "Ey Allah, bizga Şaban ve Recep'te bereket ata qil ve bizni Ramazon oyiga yetkizgin" deb duolarini qiladigan. Bu savaqni olgan sahabalar Ramazon oyi kirganda, Ramazon oyida ro'za tutish bilan Allohning rizosiga erishish uchun tayyorlik qilsa, Ramazon chiqib ketib 6 oygacha Allohdan shu tutgan ro'zalarini va shu Ramazon oyida qilgan amal ibodatlarining qabul bo'lishini Allohdan so'rab turadigan. Ramazonga 6 oy qolganda Allah subhanahu va taoladan ey Allah bizni yana bir qitim Ramazonga erishtirgin deb duo qiladigan. Ya'ni mushu ikki hadisdan biz Ramazon oyining ne kadar ulug' oy ekanligini ko'rib olamiz. Bu uning ulug'ligidan nereden chiqqan desa Qur'oni Karimdir. Allah subhanahu va taolo bu oyning ulug'lashini maqsad qilib o'z hikmati bilan Ramazon oyida Qur'onni tushirganligini Allah subhanahu va taolo bayon qiladi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an. Ya'ni Ramazon oyida Qur'on nozil qilingan. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz Qur'onni qadr kechasida nozil qildik. Bu ayning fazilatlarini Allah subhanahu davom qilib aytdi. Leyletul qadr. İnna enzelnahu fi leyletil qadr ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min alf shahr. Biz Qur'onni Ramazon oyida, ya'ni shu qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasi degan qanday kecha? Uni bilmoqchi bo'lsangiz, shuningki ajrsiga uningda keladigan mukofotga nazar soling. U nima desa, shu kechda qilgan amal ibodat bir insonning 83 yil to'xtamay qilgan amal ibodatini eshib ketadi. Yani qaysi birimiz o'zimiz uchun men 80 yil yashayman deb o'ta qila olamiz. Buni o'ltag'anlarimizning hammasi agar bizga Alloh subhanahu va taolo 80 yil umr bergan bo'lsa, umrimizning yarmini yashab bo'ldik. Biz o'tib ketgan 40 yil hayotimiz yoki 30 yil hayotimiz ustida to'xtaladigan bo'lsak, biz qandoq Allohning oldida osiyliklarni o'tkazdik? Qandoq o'zimizning mas'uliyatlaridan qochdik? Ve özümüzün haqiqiy hesap aldık mı, almadık mı degan meseleler to'xtalgan bo'lsak, biz özümüz için bir chiqish yo'lininki bo'lishini tasavvur qilolmaymiz. Ammo faqat Allohning rahmatiga tayangan asosda, Allohning rahmatiga umidvor bo'lgan asosda biz Allohga yana yelinib, biz inshaalloh yana Allohning marhamatiga erishimiz degan umidda bo'lamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga umidsizlanmaslik haqida Alloh Qur'onda chaqirib qiladi: "La tayasu min rohillah, innahu la yayasu min rohillah illa al-qawmul kafirun." Allohning rahmatidan umid qildigan umidsizliglar faqat kafirlar. La taqnatu min rahmatillah degan bir oyatda Allah sizlar Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar deydi. Bu oyatga bu Ramazon oyi munosabatida bilan tushgan Qur'oni Karimning oyatlari, mufassirlarning bu oyatlarga bo'lgan tafsirlari, payg'ambar alayhissalatu vasallamning Qur'onning bu oyatlarini o'zining so'zi orqali, o'zining amaliyati orqali bayon qilgan hadislar va sunnatlarga nazar solgan bo'lsak, bu shuncha ko'p. Bu bir o'ltirishda yoki bir necha suhbatda tugatib bo'lmaydi. Ama biz bu haqda bir necha hadislarga murojaat qilish orqali biz o'zimizningki mush Ramazon oyida qilish tegishli ishlarning nimaligini bilib olishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning shu muborak so'zlaridan birisi, Ramazon oyi shundaq muborak oyki, u butun yaxshiliklarni o'z ichiga olgan. Bu yaxshilik oyi, barakat oyi, yaxshi amallar Allohga shuncha odatdagi dunyo vaqtlarda qilingan amallar nechasi yuqori darajada qabul qilinadigan va uning mukofoti nechasi ko'tarilib beriladigan shundaq bir mukofot, shundaq bir ulug' oy. Deb bo'lib, yana bir tarafdan mushu oyni tepib, bu oyda Allohning rahmatiga erishamagan odamdan badbaxt odam bo'lmaydi degan. Ya'ni mushu Ramazon oyiga Alloh erishtirgan kishi, Ramazon oyida kirish bilan munosabati bilan o'zining hayotida bir xil yangilikni paydo qilmagan, o'zining iymonida bir taraqqiyotni hosil qilmagan, o'zining amal ibodatida texmo yuqori pallaga erishishni xohlamagan va shundaqla qilgan gunohlariningki kechirilishiga mushu oyda amal Allohdan kechirim so'rab, Ramazon chiqib bo'lg'ach orliqda o'zininki ilgirki hayotidagi xatoliklarni pak yuvitanmagan odamdan o'ta badbaxt odam yo'q degan. Baxtsiz odam yo'q degan. Demak, bu oyda mushu vaqtga erishamagan odam boshqa vaqtlarda mumkin emas. Bu oy shundaq ulug' oyki, insonlar, mu'minlar shunday aytganda, bu o'zimizningki iymon battariyasini to'liqlaydigan bir oy. Chunki har qanday bir narsa ishlatilgan sirchi u ko'naydi va u ojizlaydi. Har qanday bir narsaning tabiati. Mashina haydagan odam ma'lum vaqt mashina haydagandan keyin u mashinani remont qilish to'g'ri keladi. Uning ma'lum yerlarini almashtirish to'g'ri keladi. Bu hammamiz biladigan bir oddiy prinsip.
insonning iymoni shundoq. Iymon yaxshilik bilan taraqqiy qilib tursa, yomon ma'siyatlar bilan o'tib tushib ketadi. Qur'oni Karimda Alloh aytadi: "Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum." Ya'ni haqiqatan Allohga iymon etgan kishilarcha ularga Alloh aslatilsa, ularning qalblari titraydi. Yani Allah'a bo'lgan taqvoligi, Allah'a bo'lgan muhabbatni ular dillari erib ketadi. Va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana. Agar ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, ulardacha iymonlari taraqqiy qiladi, ko'p taraqqiy qiladi, kuchlanadi. Va ularning alohidligini nima desa, ana shu mu'minlar haqiqatan Allohga tavakkul qiluvchilar. Ularning sifatlari nima desa, ular namoz o'qiydi, Alloh yo'lida Alloh buyurgan farz amallarni qiladi, demak zakat beradi, sadaqa beradi, demak ularning hayoti islom qilibiga hamma jihatda uygun keladigan kishilar u ana haqiqiy mu'minlar bo'lib, ularning iymonlari yo'qortadi. Ana mushu iymon bizniki o'zimizning yashayotgan muhitga Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki bundan 1500 burun mushu biz yashayotgan davr haqida bergan bisharati yoki bu haqida bergan ma'lumotga asoslanganda, ya'ni qiyomatning alomatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, biz shundaq bir davrda yashayapmizki, Payg'ambar alayhisolam bu vaqtda aytgan, shu davrda shundaq bir davrlar keladi, inson o'zining iymonining qanday holatga ketayotganligini Zali özünün mu'min emasligini bayqayamaydigan shundaq bir xil shaklik, shundaq bir xil ojizlik holatda yashaydi. Shundaq vaqtlarda o'zining iymonini saqlab qola olgan inson xuddi bir parcha cho'g'ni qo'lida tutgan inson bilan o'xshash. Endi mushu holatni, mushu ojizlikni yengadigan gunoh ma'siyatlar bilan bo'lib ketib o'zimizningki Alloh oldidagi mas'uliyatlarni ado qilolmay o'tkazgan xatoliklarimizni tuzash uchun yeni bir qadam harakat qiladigan vaqt qaysi desa, shu Ramazon oyi. Demek bu ayni bir hafta, balki bu bizniki oxirgi jumamiz bo'lishi mumkin, Allohu a'lam. Biz bu Ramazon uchun qachondan beri tayyorlik qilishimiz kerak edi. Biz qachondan beri tayyorlik qilyapmiz. Boyanqa sahobalarningki rivoyatlarga ahvolga qarasak, ular 6 oy qolgandan boshlab Ramazon uchun tayyorlik qiladigan. Program tuzadigan, plan tuzadigan, loyiha tuzadigan. Biz bir necha kundan beri nurg'un masalalarda loyiha tuzish, plan tuzish va unga amal qilish, shu orqali biz o'zimizningki orzu qilgan natijalarni qo'lga keltirish ustida to'xtalyapmiz. Şunun işi de emel ibadet için mi? Allah rızası için bulduğun işlerim için plan tutuş gerek. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ki körsetmesi bu çile betkanda Ramazan için plan tutuş meselesi. Bu mu Allah'ya tılgınlığı hadislerde ve Peygamber aleyhissalatü'nün ki sahabelerinin emeli hayatını biz bunu kurulamayız. Ramazan ayında Allah subhanahu ve teala özünün bendilerine kengçilik kılıp, merhamet kılıp, ularning texmi Allohning merhametiga erishishi uchun, texmi fursat yaratib berish nimasida Allah subhanahu va taolo insonlarni doim aldab turadigan, vasvasa qiladigan shaytonlar uchun bog'lab berdi. Ularni Alloh o'zi kontrol qilib turdi. Demak, bandalarni endi ozdurmasin. Bu oyda bo'lsa-mu, mening bandalarim menga la ibodat qilsin. Shaytonning vasvasasini xoli etsin deydi. Demak, Allah subhanahu va taoloning bizga ko'rsatgan marhamati, karamiga qarasak, bu ajoyib. Allah hamma narsani tayyorlab beradi. Asan qilib berib, biz ozgina amal ibodat qila olamiz, uning badaliga Allohning cho'ng mukofotlarni berishi, buni bizga va'da qilish nimani ko'rsatadi desa, Alloh subhanahu va taoloninki bizni naqadar yaxshi ko'radiganligi. Bizningki dunyo va oxiratda baxtli bo'lishimizni uchun Allohning qanchalik bu vaqtda kuydiganligi biz uchun. Va Allohning payg'ambarining bu vaqtda bizga ko'rsatgan o'zininki bu vaqtdagi bizga kuyimchanligini biz buni ko'ra olamiz. Odatda boshqa vaqtlarda bizga nurg'un musulmonlarningki bir xil üzlüki mas'uliyet noktadan kaçıştın sır, günah bir narsalarni ma'siyatlarni sodir qilib qolsa-mu, uni qabul qilmasdan, uni istig'for etmasdan, uni tuzatib yaxshi yo'lga mangmasdan ko'rachi, shaytonga otib qo'ydigan. Qilindishim ma'nim ish qilmanda qildim, shayton meni qildirdi. Shayton vasvasasiga sapdi. Shayton ozdiribdi. Deganga o'xshash bu quruq gaplar bilan o'zimizni haqiqatdan o'zimizning mas'uliyatini olib qochamiz. Bu vaqtda bir hikoya bor. Balki bu Muşu münasebet bilen belki bizga asqatib qolishi mumkin. Deydi, bunun to'g'ri yolg'on bo'lishi muhim emas, bunun aladigan saboq muhimda bizga. Bir kunisi iblis o'zining o'g'lini sirqi chiqib, tuncha qatim uni dunyoda insonlar orasida insonlarni tunishtirish uchun, sen qanday dunyoda yashayapsan, sening xizmating nima deb, uningga bir dars berishni iroda qildi. Chunki iblisning xizmati nima desa, dunyoda insonlarni ozdirish. Buning tabiiy shu. Shuning uchun u maqsadga yetish uchun o'zininki farzandlarini, o'zining atrofdagilarini u tarbiyalaydi. Xuddi biz o'zimizni Alloh rizosi uchun tarbiyalagan o'xshab, uni kech kunduz to'xtamay tarbiya ishlaydi. Vaqti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va to'g'ri hadis, kunda iblis o'zininki askarlarini dunyoga hamma yerga taratib, sizlar
Mama eskiliklerini kırıslar, insanlarını azdırıslar, keşke bana bu hafta dokurat birisler değil. Bu birisi bu toğra ister. Şu mezmeni yakalayacağım bir vakada. Balasını akitip basa, yolda tuncu katın uçuratkan nasıl bir koy ulattı da. Balası soraptı bu nime? Degendi ki bu koy. Yani bu kandak nasıl degendi bunun guşi niyeydi, tirisini işiltiledi. Depti. Bu taraf ütüp gitipti. Yine bir az mangan degen qası bir kalın uçurdu. Bu nime degendi ki bu kala. Bu nime kılıngan nasıl bunun sütün paydalanıldı. Guşi istimal kılındı, yeyildi. Tirisinin paydalandı kişiler. Bunu düşünüp yaptı. Ondaki 3. kademde karşısına bir adam uçurdu. Tuncu katın bir adamını gördü. Bu kim degendi ki bunun gepini kılmadı. Nemiş ki ise bu barlık eskilikni yüzü kılıp bizge dön gep koyduğun adamlar. Eskilikni yüzü kılıdı, emeliyatta bizge atıp koydu. Demek bundan da biz aldığın sabak nimetse biz üzümüzün kılıdığın işini üzümüz iyi görüşümüz gerek. Üzümüzün sadır bulduğun hatalıkını onu şeytanla doğru o vesvese başka seç kaçan şeytan onu bir adamın takip edip bulmaydı. Bunu kıyamet günü Allah devzakka şeytan ve iblisinin ergeçkin devzak sağa vaxtida bunu çünkü zade şeytanın bizni tatip apamağanlığı biz bunu üzümüz qabul qilganligini şu vaqtda üçün jakarlaydı. İblisning hutbasi en katta hutbasi devzakda buludu, cehennemde buludu. Bu vaqt Qur'on-i Kerimde aniq ayet var. Ve hemen aytgandak bu haqda to'xtalimiz desak hadisla bu Ramazan haqidagi so'zda nayt ko'p. Ularning birisi Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan roza tutquchilarga Allah subhanahu va taolo beradigan mukofotlarning birisi jannatda maxsus bir darvozani Allah yaratgan bo'lib, uning ismi Ar-Rayyan degan. Roza tutquchilar faqat mushu darvozadan kiradi. Boshqalar roza tutmagan yoki boshqa amallar bilan jannatga loyiq bo'lganlarmi mushu darvozadan kirishga orzu qiladi, lekin bundan kirolmaydi degan. Biz o'zimizniki tar doirasi bilan qaraganda jannatga ham kirsak bo'ldi emasmi deymiz. Qaysi darvozadan kirsak jannatga ham kira olsak bu bizning ustuqimiz emas, albatta shunda. Lekin farqi bor. Jannatniki darajalariniki har xil ekanligini hammamiz bilamiz. Buningda iymonimiz kamil. Lekin hatta kirishning o'zidimi, shu eg'izning o'zida qandaq bir yerga berishdan o'zida mana cho'ng farq bor. Hammamiz safar qilib boqqan insonlar. Bir oy bilan safar qilmoqchi bo'lgan odam 3 xil bir oy bilan bir manzilga bormoqchi bo'lgan odam oy bilan chiqmoqchi 3 xil bilet setib oladi. Pulisi azlar, odatdagi biletni setib oladi. Uning bardaga yeri bir oy bilan kelmasa 3 soat burun chiqib, shu nimada turib layında turib, o yerdeki eğirçilikler, her xil qiyinchiliklarga duch keladigan. Chunki uning pulisi arzon bir biletni setib olgan. Ikkinchi qismdagilar business class deb qo'yamiz. Tijoratchilar, undan yuqoriroq turadiganlar, u ikkinchi darajadagi kuchliroq bilet setib olgan. Ular uchun alohidroq bo'ladi. Ular unda qisliq bo'lmaydi, ularning ishi oson hal bo'ladi. Uchinchisi undan yuqorisi va first class deymiz, birinchi darajaliklar. Ular biletni eng qimmatiga setib oladi. Aydırımga çıqqandan keyin aşağıya aeroplanga chiqishdan burundan ularning farqi shunchalik farqlanib turgan. Qaraydigan bo'lsak, ular turadigan layinda qizil gilam silingan. Ular hech qachon uzun somkusini yitilib mangmaydi, kappog'ich bir odam oldiga kelib qarshi oladi. Uningga marhamat qilib, uning ishi shuncha oson bajariladi. Undan keyin saqlaydigan yerga borganda boshqalar tuvan darajadagi bilanlar bo'lsa, hammasi bir jamoat bir zalda tursa, bularga uchun alohida yasalgan bir o'rin bekitiladi. Bular saqlash jarayonidami, bahuzur, yemek-ichmak, halovatdan bahramand bo'ladi. Aeroplanga chiqqanda mı ularga bekitib berilgan o'rin alohida bo'ladi. Ammo manzil o'xshash. Boradigan manzil o'xshash. Lekin shu orliqda ularga ko'rsatilgan marhamat shu alohida. To'g'ri jannatga berish manzilimiz o'xshash bo'lgan bilan shu orliqda kirish, shuningda bizni qarshi ilinish usuli shu alohida farq bo'ladi. Ar-Rayyan yana first class deganda tushunsak bo'ladi. Bu oliy darajalik nimalar bilan unvon bilan jannatga kiruvchilar faqat Ar-Rayyandan kira oladi. U kimlar? Allah rızası uchun ro'za tutganlar bo'lib bularni Allah subhanahu wa taala faqat shu darvozadan kirishga ruxsat qiladi. Ramazon oyi haqida biz bu yerda bir hadisdan to'xtalamiz inshaalloh. Salman radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhisolatu vassalam har yili Sha'ban oyining oxirisi, oxirgi xutbasida, ya'ni oxirgi jumlasida bizniki bugungi xutbamiz balkim shu bo'lishi mumkin. Ramazon haqida sahobalarni eskartib aytadigan. Ey insonlar, sizlarga shundaq bir muborak bir oy sizlarning oldinglarga kelyapti. Sizlarni qarshi kelyapti. Uningda shundaq bir kecha borki, u 1000 oy amal ibodat qilgandan, shuning ibodatidan yaxshi, o kechada amal ibodat qilish. Uning kunduzlarida ro'za tutishni Alloh farz qilgan, kechalarida qiyamul layl, ya'ni kecha namoz o'qishni Alloh subhanahu va taolo shunday qilib bekitgan. Kimki mushu oyda Alloh qanunki yaxshilik marhamatiga erishish uchun bir nafil amalni qiladi ekan, uni Alloh subhanahu va taolo boshqa vaqtida bir farz amalni qilgan qatorida qabul qiladi.
Kimki mush Ramazon oyida bir farz amalni qiladi ekan, Alloh subhanahu va taolo u bandasini boshqa vaqtida qilgan 70 farzninki 70 farzni qilgan darajada uni qabul qilib, unga shunday mukofot beradi. Bu ay sabr oyi. Bu ay qarindoshlik oyi. Bu ay o'zaro bir-biriga tavsiya qilishadigan, bir-birining o'tilib qolgan narsalarni kechirishadigan, haqiqiy qarindoshlikni taraqqiy qiladigan ay. Kimki bu ayda bir ro'za tutquchiga bir iftorlik bersa, Alloh subhanahu va taolo uni xuddi ashu ro'za tutgan odamninki ajr berganga ajr olganiga o'xshash, ro'za tutgan odam ro'za tutish orqali olgan ajrga o'xshash uni mukofotlaydi, ammo u ro'za tutgan odamninki ajrisini kamaytirib etmaydi. Va uning gunohlarini kechiradi va uni do'zaxdan ozod qiladi. Deganda sahobalar turib, ey Allohning rasuli, hammamiz bir odamga iftor berishga qudratimiz yetmaydi. Ba'zimiz ojiz, iqtisodimiz tuban. Deganda bu yerda cho'ng narsa talab qilmaydi. Odam bir istikan sut bilan yoki bir tal xo'mi bilan, hattoki bir piyola suv bilan bo'lsin bir qarindishiga, shuni sunish orqali shuningki iftosiga tayyorlik bersa, shuni sunsa Alloh subhanahu va taolo uningga shuni beradi. Demak, bu yerda bir Alloh uchun bir xizmat qilishda uningki soniga, cho'ng kichigiga qaralmaydi qarindoshlar. Uning sifatiga qaraladi. Uning qilib bir qilgan qiluvchininki ixlosiga, niyatiga qaraladi. U Allah uchun qilyapti, kim uchun qilyapti bu masala. Masalan, bir odamda $1000 puli bo'lib, 1000 lira puli bo'lib, uning 500 lirasi bir sadaqa qilgan bo'lsa, u odam o'zining pulininki 50%ni sadaqa qilgan bo'ladi. Alloh unga mukofot beradi. Ammo yana bir odamda-chi 10 liralik puli bo'lib, 10 lirasidan hammasini sadaqa qilsa-chi, u sanashda 10 lira qildi. U 500 lira ishtirganda hech narsa emas. Lekin u barlig'ini sarf qildi. Alloh bir insonninki amalini qabul qilishda ma tarafdan qaraydi. Uningki sifatiga qaraydi. Shunga biz har qanday bir ishimizni qilgan vaqtimizda birinchi o'zimizniki niyatini to'g'irlash va shundaqla Allohga bo'lgan ixlosimizni saqlam qilishimiz kerak. Shundaq bo'lganda biz bundan to'liq Allohning marhamatini, Allohning mukofotini olamiz. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ey mu'minlar, sizlar dunyolik ishlarni bir-biringizdan baslashmasdan, haqiqiy Allohning mag'firatiga erishtiradigan narsa ustida baslashinglar. İnsanın bu tabiiyeti, men senden yaxshi qilsam bo'ladi, men senden jiq pul topsam bo'ladi, sening uying bir qavat bo'lsin, ikki qavat bo'lsin bo'ladi degan bu arzu insonda bor narsa bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni texmo foydali bo'ladigan narsaga musobaqa qilishga, o'zaro bir-birimiz bilan tanaffus qilishga chaqirdi. U nima desa Allohning rizosi. Shunga sahobalarning hayoti ana shunday bo'lgan. Hech qachon bir-biri bilan dunyolik maqsadda talash qilish, ularda musobaqa yoki oldiga chiqib ketish istiki bo'lmagan. Amma Allah rızası üçün kelganda-chu, bular bir-biridan shunchalik tez oldiga chiqib ketish uchun tirishadigan. Oldiga chiqib ketganlarmi? Hech qachon men sendan oldiga chiqib ketdim, o'ziga tamanno qilmaydigan. Buning uchun yana Allohga shukr aytadigan. Ya'ni bundan bir Allohdan savog'imiz, bir yaxshilikka intilaylik, yaxshilik qilishga tirishaylik, bir-birimizdan bu jihatda eshib ketishga tirishaylik, lekin bu eshib ketish orqali biz boshqalardan tuvan qaraydigan ish bo'lmasin. Demak, hargizmi men sendan ortiq iymon jihatda yoki amal ibodat jihatda yoki axloq jihatida undaq o'zimizga baho beradigan ish bo'lmasi kerak. Baho kimdan bo'lishi kerak? Allohdan bo'lishi kerak. Mu'minlar tarafidan kelishi kerak. Al-muslimu mir'atul muslim. Muslimning qayishi yoki ayniga bo'lsa, bir musulmon o'zining musulmon qarindoshiga to'g'ri baho bersa, o'shaning bahosini Alloh qabul qiladi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir o'lib ketgan odamning kelmasida bir odam o'lib ketib, uningga Allohga haqiqiy iymon etgan odamlardan bir rivoyat qilib, ya'ni bir rivoyatda 10 necha deganmi bor. Shular uningga namozini tushirib, uningki mag'firat uchun duo qilsa, o adam asi bo'lgan inson bo'lsa-mu, agar o'zining amal ibodatiga qarata u Allohning g'azabiga loyiq bo'lgan bir inson bo'lsa, shu bir jamoatningki uning haqida qilgan so'rgan mag'firati tufayli Alloh subhanahu va taolo ashlarning guvohligini bo'ldi, sizlarning guvohligingizga men qanoatlanaman deb Alloh uni kechirdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga shunchalik o'zining marhamatini ko'rsatayotgan. O'ziningki biz Alloh tarafga bir qadam olsak, Alloh o'zi ikki qadam oladiganligini ko'rsatgan. Alloh tarafga biz minib kelsak, Alloh biz tarafga yugurib keladiganligini Alloh o'z eg'izi bilan, o'zining payg'ambariningki eg'izi orqali bizga yetkazayotgan yerda biz shu buning uchun cho'qim atılışımız kerak qarindoshlar. Demak, Ramazon oyi bizni kutib turibdi. Ramazon oyi uchun biz hozirdan boshlab to'liq tayyorlik, to'liq plan oilamizda, o'zimiz uchun, oilamiz uchun, avlodlarimiz uchun, o'zimiz yashayotgan shu xo'shna qarindoshlarimiz, atrofdagi odamlarimiz bilan bo'lgan munosabatda, o'zimizning aralashayotgan do'st, xizmat qilayotgan urug'larimizda hamma yerda biz buning uchun alohida bir tayyorlik qilib, men her bir sahada qanday xizmat qilishim kerak, nima qilishim kerak, qanday qilganda men o'zimni haqiqatan Allohningki eng yaxshi ko'radigan, Allohning oldida eng yaxshi ko'radigan bandasi qatoriga olib chiqa olaman degan narsani hozirdan boshlab o'ylasakmi,
Vaqt az qaldı, şundaqdımı? Oylamagan adamga qarta yine bununki faydası köp buludu. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni Ramazan ayıga yetkizgeni nasip qilsin va buningda oladiki barliq Allah subhanahu wa ta'ala o'zi yaxshi ko'radigan bandalariga tayyorlab qo'ygan barliq yaxshiliklarni bizni Alloh bahriman qilsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عمر رضي الله عنه ننكي özünün xutbalarında əskət aytılğan bir sözü bulub, o bosumu muhasebe meselesine özümüzün hesap ediş. Hasibu enfusakum qabla an tuhasabu وزنوا أعمالكم بالقسطاس المستقيم degan. Yani üzənglərini üzənglər hesab edib durunlar. Sizlərdən qiyamət günü Allah hesab edişdən burun. Üzənglərninki qılğan iş hərəkətlərinizləri, həyatınızları doğru ölçəmdə, doğru mizanda ölçəb durunlar degan. Bu nəsihət söz hər birimiz üçün intayin mühim bir nəsihət. Biz özümüzdən hesab alalığa vaxtımızda ondan kinçi Allah subhanahu wa ta'ala aldığa biz haqq qalb bilan beriş üçün biz doğru hərəkət qıla alayız. Muhasebe meselesi ferdi cihette buludu, cemaat şekilde buludu. Bizden bu hazırlık mesela bir neç gündeki bu uçuruşumuz bu cemaat şekildeki bir muhasebe. Bu vakitte dersleri almadık, bu vakitte bizden neme kılışık geçtik, mesuliyetimizin bağlılığını biz qaysi cihette aciz kip kalıvatkalığımızda, qaysi tarafta biz üzümünü tuluqlaydıgan tarafların nurgun yaxşı nasiyetlerini almadık, bu bir tarafı. Bu cihette biz ortak boğan birbirimizge hemkarlaşkan asasda, birbirimizni kutquzgan asasda, birbirimizni kolumuzu tutup durup Allah tarafga yüzegen asasda biz bununla hesap edişimiz gerek. İkincisi, üzümüzge hesap ediş. Bununki nezriyesilerini ülümalar, her xil teşkilatlar, her xil şahslar öz devrinde her xil yollarda oturup koygan. Lekin bununla her bir adam üze plan tütse, üze hesap ası yaxşı. Bu hesap edişinki en addi usulü nilmeliyse her bir adam keşte uxlaşdın burun. Beşine takiye koyup yatqan vaqtida 1 minut, en az degende 1 minut. Şu bir günde ötküzgen hayatını 5'ini bir ötküzüş. İmkan bolsa ona yazıp bir cedvelleştirip, qiladigan işlerini cedvelleştirip, keşte bolganda men mani qildim mı, ya qilmadım mı degende näsini qilmasa, o tahi yaxşı. Onu gayri bir adamın quldur diyemey. Lekin kalladın bir ötküzüş meselesi bu bir hesap etme özümüzge hesap edişden bilgelim. Men bugün cemaatler bilen namaz oqadım mı? Men bugün bir qirindişimde Allah yolunda yoqlayaladım mı? Men bugün Allah'ınki kitabını tilavet kıldım mı? Men bugün bir yaxşı näsini özümge yitildirdim mi? Menden bir yenilik payda boldu mu? Bu yaxşı, bu tarafını oylasak yeni bir taraftan menden sadır bolgan kemçilikler qaysı? Fakat şunu bir isimiz kallımızdan bir ötküzüp etsek, onun için bizge ertelik hayatımızda bunu bir xil başka bir ta'siri bulup, bunu bir xil ilgirleş bulup. Şuna biz bu Ömer radıyallahu anh'ınki bu tavsiyesiga amal qilish tirishimiz ne üzemge ve şundaqlar her birini tavsiye qilma. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytıyor ya eyyuha inna Allah ve malaikatahu yusalluna alan nabi ya eyyuhellezina amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود اللهم حرر كشمير اللهم حرر تركستان اللهم أقم شرعك في ديار أرض المسلمين اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا مغلوبين فانتصر اللهم إنك تعلم أحوالنا وضعفنا وقلة حيلتنا اللهم إليك نشكو ضعفنا يا رب العالمين فأنت أرحم الراحمين يا إلهنا إلى من تكلنا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا الصفوف قاربوا وسددوا. Ağırlığımız boş kalmasın. İmkan olsa aldığımızda biraz yürüsek, secde kılacak urun kılsa buladı, keyindikiler urun çıkmaya kalkıyor. Biraz küçüklerin aldığı yürüseydi. Ağırlığımız boş kalmasın, sertlerimiz tuzlu olsun. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهي آمين. اللهم لا إله اللهم يا رب. برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن